Allohdan eng g'albilik natijalarni umid qilib, malomatlarga parvosiz, haqiqat va g'albiga toqatsiz holda ketayotganlarga qarang. Qisos yongan ko'zlar, qurol tutgan qo'llar, g'alba tomon intilayotgan qadamlar, buyuk himmat va jangovar ruhlarga qarang. Tayyor bu! Tayyor bu! Tayyor bu! Ular jangga otlanganda ajal kelsa jannatga kirdiganligi, hayot qolsa omuni kofirlar ustidan zafar quchib, izilgan ummat uchun hayotliq va bisvilingan vataniga ozodlik ilib keldiganligiga bo'lgan ishonchisi hamda tog'dan ustun ruhi bilan allaqachon dushmanlari ustidan g'olibdir. Dushmanlari bo'lsa parishonligi va qo'rqinchoqligi bilan mag'lubdir. Bular olgan har bir qadam zolimlar uchun haqiqiy javobdir. Bular qo'rqmas botirligi bilan qadam besayotganda o'zining sharaf bilan ustunlikka ega bo'lganligi yoki shahidlik bilan jannatga kirdiganligi bilan g'albiga mansub ekanligini, mag'lubiyat bo'lsa ikki dunyo zolimlarga muqarrar ekanligini his qilgan bo'ldi.